Yo, hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Shahinjon. Xullas, bugungi videomizda sizlar bilan o'tgan safarga survival davom ettiramiz. O'tgan safar biz mana bu uyda va mamlaqa va mamlaqa chiroyli parnikda va mamlaqa qo'yxonani qurgandik. Xullas, bugun esa o'sha survivalda davom ettiramiz. Xullas, meni birinchi qilayotgan ishim mana bu daraxtlarni olib tashlash. Ana bo'ldi. Xullas, men olib tashlagan sababi kelajakda biz yaxshiroq daraxt ferma quramiz, ya'ni daraxt ferma emas, daraxt uchun joy. Xullas-da, shunaqa. Endi esa men mana bu narsani olib tashlashim kerak. Qani bo'lmasam, olg'a. Xullas, bu prям juda ham ko'p vaqt olyapti. O'shaning uchun men bitta ish qilaman hozir. Men bu ikkita olmosli narsamizga efficiency degan kitob qo'yamiz. Xullas, u bilan bam qilib olib tashlasak bo'ladi tezlik bilan. Bu uchun esa bizga yana bitta villager kerak. Xullas, agalaman. Mana biratdan efficiency 4 topdim. Olamiz shuni. Va nihoyat bizda efficiency 5lik qurol asag'alar ham bor. Mana endi let's go. Va nihoyat men bo'ldim. Endi esa yotib uxlaymiz. Endi esa men bu joyda qum bilan yopib qo'yaman. Ana bo'ldi. Hop, endi bitta men fermaga qarab chiqsak, chunki hamma narsa o'sib ketibdi. Hop, sabzilarni oldim va ataga shuncha sabzi. Ana endi buni. Hop, bu ham olindi va bizda shuncha narsa bor. Salkam 4 stak bug'doy. Hop, endi bilan qaytarib ekib chiqamiz. Hop, bitta qarayla bitta fokusga o'chitaman. Va nihoyat orolimiz sal-pal chiroyli bo'lishni boshladi. Endi esa kelaman mana podzolni olib tashlayman bu yerdan. Xullas, let's go. Nihoyat mana hamma joy top-toza bo'ldi. Xullas, endi esa akalar, men bu orolchani prям shaklini o'zgartirmoqchiman salgina. Chunki bir ikkita joylarda menga yoqmayotgan narsalar bo'lyapti. Masalan, men bu yerlar qanaydir g'alati turibdi. Xullas, tezlik bilan shu ishni ham qilib tashlaymiz. Qani, go. Mana akalar hamma joy salgina yaxshiroq endi. Xullas akalar, ana endi menimcha biza polni olmos kiyimli bo'lsak ham bo'ladi. Chunki bunaqa har xil narsalarni kiyirish yoqmayapti. Shu uchun biza pastga tushamiz. Qani go. Ana. Eshik olmabman-ku. No. Ana endi let's go. Xullas akalar, men bu yerda temirlarni pishirishga qo'yganman. Agar hozir o'zimizga temirdan kiyimlar yasamasak, men bu skeletlarni ayirib tashlashim mumkin. Shuning uchun va nihoyat polni temir ham bo'ldik. Eng qizig'i, men shitim buzilyapti va menda daraxt yo'q buni qayta tiklashga. Shu uchun no, zombi men olmosimni olib qo'ydi. Mayli, tushamiz. Nice. Xullas akalar, men bu yerdan hamma olmoslarni olaman-da ketaman. Qani, olg'a. No. Zombilar kelishini qaranglar. Qoch. Xullas akalar, menda 30 bitta bor. Sizga kerak. Ana endi ishimdan qo'rqmasak ham bo'ladi. Endi ketamiz bu yerdan. Qayerdaman endi men?
Oh. Oh, nice. Mana g'oyat akalar biza polni olmos o'ldik. Oh yeah. O'zimga bitta shit yasab olmasam. Ana bulla. Menimcha endi yana bir fermalarga qarab chiqsak yaxshi bo'laydi. Mana endi hayvonlarni ham bir oziqlantiramiz. Ey, tuxumlarni. Shuncha ko'p bular. Mana endi esa o'zim uchun ham yeyishga narsa yasayman. Qani omadimizni sinab ko'ramiz. Yo. Mana o'sha kecham bo'lyapti ekan. Astagina uxlaymiz. Xo'p, endi esa akalar, men bu joyga bitta kemalar kelib to'xtayotgan joy borki, bilasizlarmi? Xullas, o'shanaqa narsadan qurmoqchiman. Ana shu joyga ham mos tushadi. Shu uchun qani bo'lmasam o'shani ham quramiz. Bu uchun esa bilasizlar, menga har doimgidek ham ko'p materiallar kerak. Lekin u materiallarni olganimni sizlarga ko'rsatmayman. Sababi material olish bir xil narsa akalar. Shu uchun to'g'risi material yig'ib o'zim ham zerikib ketganman, mayli, nima ham deymiz. Shu uchun material yig'ishda amatib o'tkazaveramiz va xullas material yig'ishda chiroyli kadrlarda o'tkazaveramiz va keyin sizlarga ko'rsataman nimalar yig'ganimni. Qani bo'lmasam go. Xullas akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Shuncha narsa yig'ib tasham. Yana o'zgina mana bunaqa spruce logdan yig'amanda keyin boshlaymiz qurishdi. Lekin mana bu daraxtlar nimadir o'smayapti. Xullas hozircha mana shularni ishlatib turamiz. Bungacha bular o'sib ham qoladi qurayotgan jarayonimda. Keyin yeta. Hop, qani bo'lmasam let's go, boshlaymiz. Mana g'oyat akalar bizani mana bu joyimiz ham tahvilli. Xullas mana endi ko'rsataman. Xullas mana shunday tushib kelasizlar. Va mana shunday xullas. Eng asosiy narsani qo'ymayapman-ku. Mana bo'ldi. Xullas shu mana yerda kemalar turadi. Agar ip bo'ysasalarda mana bog'lab qo'ysanglar bo'ladi. Keyin esa mana bu yerda sandiqlar, har xilcha narsalar solib qo'yishga bilmagan nima solsanglar. Albatta shunaqa. Xullas bunga ham baho berib ketinglar. Kimni dizayn etsanglar, Shahinjonni kallasidagi dizaynda kommentda kutib qolaman. Qancha baho berishlaringiz. Keyin esa mana bunaqa yo'llar ham yasab chiqdim. Hamma narsani bir-biriga endi ulabmi, nima desam. Xullas shunaqa. Mana bu yerda oxirida ko'rishinglar mumkin. Daraxt zo'r. Bu yerdan bemalol kelib daraxtlarni chopib yana qaytib ekib, bag'rim qilsa bo'ladi xullas. Albatta. Keyin esa mana bu ochiq joylarga ham biror nimalar qilamiz. Faqat hozir emas, chunki hozir menda ideya yo'q. Shu xullas. Xullas endi esa akalar, mana bu qishloqlarni bu yerdan olamiz, chunki bularni turishim ichim qistiryapti. Chunki bularga sal normalroq joy kerak. Shu sababdan men mana shu joyga bitta chiroylikina uycha qurib Shu sababdan mana shu joyga men bitta chiroylikina uycha qurib qo'ymoqchiman va bular hammasi aylanib yuradi shu uyda ichida. Qani bo'lmasam astagina boshlaymiz. Как раз men inventarimda mana shuncha narsa bor. Bu yetmaydi-yu, nima mayli. Ishlatamiz. Mana shu yerdan ozgina daraxtlarni chopib olsak, o'zimizga kerakli materiallar yetib qolsa kerak. Mana g'oyat mana bo'ldi. Qani bo'lmasam let's go, boshlaymiz. Mana g'oyat akalar, bizani trading joyimiz ham bitti. Xullas mana villagerlarning uyi desagan bo'ladi. Mana bu yerdan kirishinglarda. Yo, mana hamma villagerlarimiz shu uyda ichida. Bularni ishlayotgan joylarimga qo'yganman, shu uchun bular menimcha uydan chiqmasa kerak. Yo. Xullas mana bu yerda kelsanglar o'tirgan joy bor. Bular endi choychatda xullas. Keyin mana bu yerga kirsanglar, mana bular uxlayotgan joyi. Bu mana bu yerda ikkinchi etaj ham bor. Bu ikkinchi etaj uncha taxlanmagan. Mana biratishga chiqib darrov. Xullas ana shunaqa akalar. Bitti. Keyin esa mana bunaqa yo'llar ham qilib chiqdim.
narsalarning hammasi bir-biriga ulangan. Endi mana bunday tepadan ko'rsak. Orolchamiz ancha o'zgardi. Endi esa mana qo'ygan ochiq joyga bitta futbol maydonchasi qurmoqchiman. To'g'risi qanday qurishni bilmayman, ko'ramiz, o'xshaydimi yo'qmi. Qani, go. Nihoyat akalar, mana bizning futbol joyimiz ham bitdi. Albatta bu yerda do'ppi yo'q. Prosta yurish uchun va menga o'ynashga sherigam yo'q. Mayli, nima ham deymiz? Prosta chiroy uchun tursin. Nihoyat akalar, xullas videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. To'g'ri 100 kun bo'lmadi, lekin 81 kun bo'lsa ham bu yerda biz yashadik va men o'zimga kerakli hamma narsani qurdim. Shu uchun endi o'ynamasak ham bo'ladi. Xullas video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib ketinglar. Sizlar bilan doimida Shahinjon va xayr.